oldini ko'taradiganidan ko'ra rost akasi mana X7 ni 4 litr motorligi, mana X7 50i 2019-yil. Undan keyin M60 bo'lgan, aynan shu motor. Lekin 2019-yilda moshinasi o'sha 50i eng katta motorligi shu bo'lgan. Mana qarang, narxi o'pishkala, chunki bunaqa narxga hali 4 litr motorli mana X7 50 sini qo'ymagan edim. Bavarian Wilkin akustika sistema masajlarigacha bor. Head-up display, ko'rsatkichlar ham xursandlik, ikki podveskasidan tashqari off-road rejimigacha bor. Bundan tashqari panoramasida yonadigan sky lounge'largacha bor ekan. Orqada monitorlargacha bor. Mana ko'rvaring o'zingiz. Srochniga endi qarang. Orqada obshivkada pardalarni ochib yopadigan knopka, даже patalonni ochib yopadigan knopka bor. Ko'pchiligida mana shu bitta knopka bo'ladi. Bunda qarang 5 ta knopka. Shu narsani shu joyini o'zida. 107 ming probeg 2019-yil M60 body kit restylinglida turibdi. Srochniga kraskasi toza, bunaqa narx qo'yayotganimizga dumalab ketganmi deb o'ylamang. Pul yetishgagina 77.900 ga bosib olsangiz bo'ladi. Erkak kishi bir marta bo'lsa ham hayoti davomida mana shunaqa katta motorli mashina haydab ko'rishi shart deb hisoblayman. Inshaalloh shunga qodir qilsa, hammani qodir qilsin. Volkswagen